2026 yilgi Chevrolet Equinox bu zamonaviylik va ishonchlilikni birlashtirgan yangi avlod krossoveri. Chevrolet kompaniyasi ushbu modelni yanada mukammallashtirib, haydovchilarga qulaylik, xavfsizlik va kuchli texnologiyalarni birlashtirgan avtomobil taqdim etmoqda. Yangi Equinox tashqi ko'rinishida yanada sportiv dizayn bilan ajralib turadi. Old panjarasi kengroq, faralar LED texnologiyasiga asoslangan va avtomobilga jiddiylik hamda zamonaviylik beradi. Yon tomonlardagi aerodinamik chiziqlar harakat paytida shamol qarshiligini kamaytiradi. Bu esa yoqilg'i tejamkorligini oshiradi. Salon ichida esa yuqori sifatli materiallar, keng joy va yangi texnologik tizimlar mavjud. 10 dyuymli multimedia ekrani, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi hamda ovozli boshqaruv imkoniyatlari bilan Equinox haydovchiga qulay va xavfsiz boshqaruvni ta'minlaydi. Yangi modelda ilg'or haydovchi yordam tizimlari, avtomatik tormoz, yo'ldan chiqish ogohlantirishi va adaptiv kruz nazorat kabi funksiyalar mavjud. Dvigatel qismida 1.5 litrli turbo dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u tejamkorlik va kuchni birgalikda taqdim etadi. 6 yoki 8 pog'onali avtomatik uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi. Bu esa silliq va aniq haydash tajribasini beradi. To'liq g'ildirakli out tizim esa har qanday yo'l sharoitida barqarorlikni ta'minlaydi. 2026 yilgi Equinox ekologik standartlarga javob beradi va zamonaviy xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan. Orqa kamera, 360 atrofni kuzatish tizimi va avtomatik park yordamchisi haydovchining ishini ancha osonlashtiradi. Yangi Chevrolet Equinox oilaviy sayohatlar uchun ham, shahar ichidagi kundalik hayot uchun ham eng yaxshi tanlovlardan biri. Bu model nafaqat qulaylik, balki ishonchli texnika va zamonaviy dizaynni izlayotganlar uchun yaratilgan. 2026 yilgi Chevrolet Equinox bu zamonaviylik va ishonchlilikni birlashtirgan yangi avlod krossoveri. Chevrolet kompaniyasi ushbu modelni yanada mukammallashtirib, haydovchilarga qulaylik, xavfsizlik va kuchli texnologiyalarni birlashtirgan avtomobil taqdim etmoqda. Yangi Equinox tashqi ko'rinishida yanada sportiv dizayn bilan ajralib turadi. Old panjarasi kengroq, faralar LED texnologiyasiga asoslangan va avtomobilga jiddiylik hamda zamonaviylik beradi. Yon tomonlardagi aerodinamik chiziqlar harakat paytida shamol qarshiligini kamaytiradi. Bu esa yoqilg'i tejamkorligini oshiradi. Salon ichida esa yuqori sifatli materiallar, keng joy va yangi texnologik tizimlar mavjud. 10 dyuymli multimedia ekrani, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi hamda ovozli boshqaruv imkoniyatlari bilan Equinox haydovchiga qulay va xavfsiz boshqaruvni ta'minlaydi. Yangi modelda ilg'or haydovchi yordam tizimlari